O'rtoqlar, birgina video orqali sizdan ortiqcha bilim talab qilmaydigan hamda nazorat qilish juda ham sodda bo'lgan usulda, ya'ni birgina bank ilovasi orqali sizga oltinga sarmoya kiritishni o'rgatib qo'yaman. Faqat video so'ngida biz bergan ma'lumotlarni rostdan foydali deb hisoblasangiz, albatta obuna bo'ling hamda videoni yaqinlaringizga ham yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Video boshlashdan oldin oltinga sarmoya tikish sizga qanchalik foyda keltirishini 1 yil oldingi oltin narxi bilan bugungi kundagi oltin narxi o'rtasidagi farq bilan ko'rsatib beraman. Ma'lumot uchun 2024-yil 20-may holati bo'yicha 5 grammlik oltin quyma narxi 5.158.000 so'mni tashkil etgan. Bugungi kunda esa 5 grammlik oltin quyma narxi 7.148.000 tashkil etadi. Ya'ni o'rtada deyarli 2 million o'sish, foizlarda esa 38.6% ni ko'rsatadi. Bugungi kunda oltinga sarmoya kiritishning O'zbekistonda ikkita usuli bor. Birinchisi Markaziy bankning filiallari yoki tijorat banklarining filiallari orqali offline borib oltin quymalarni sotib olish. Ikkinchi usul esa faqatgina Sanoat qurilish bankining SQB Mobile hamda Milliy bankning milliy ilovalari orqali oltinga onlayn sarmoya kiritishingiz mumkin. Aynan ushbu ilovalarda oltinga sarmoya kiritish funksiyasi juda ham sodda qilib, ya'ni umuman moliyaviy ilmi bo'lmagan inson ham bemalol ilovaga kirib sotib oladigan darajada tushunarli qilib qo'shib qo'yilgan. Agar Sanoat qurilish bankining SQB Mobile ilovasidan birinchi marta foydalanayotgan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tish jarayonida ushbu kodni kiritib keting. Bu sizga ilovadan foydalanishda yoki bank xizmatlariga doir yoki oltinga sarmoya kiritish bo'yicha tezkor javob olish uchun savol paydo bo'lsa, bizga yozganingizda 1 soat ichida javob olish imkoniyatini beradi.